بسم الله الرحمن الرحيم. اسم كان اسمه. والخامس كل تركيب مثل كان البستان مثمرا ويكون البستان مثمرا ويسمى الاسم الأول اسما لكان. Beshinchi raf o'rni har bir tarkibiki mana bunga o'xshash bog' meva qiluvchi bo'ldi va bog' meva qiluvchi bo'ladi degandagi birinchi ismni ismlanadi konani ismi deb. Va mislu kanaga o'xshash fe'llar sora aylandi, asbaha tongda bo'ldi, va adha choshgohda bo'ldi, va zolla kunduzi bo'ldi, amsa kechqurun bo'ldi, bata tunadi, mazala doim bo'ldi, mabariha doim bo'ldi, va manfakka doim bo'ldi, mafatia doim bo'ldi, madama modomiki. Al-mubtada'u wal khabaru marfu'ani kama alimna. Mubtado bilan xabar raf o'qilgandir biz bilganimiz kabi. فإذا دخلت عليهما كان يسمى المبتدا اسما لكان ويسمى الخبر خبرا لها. ikkovini ustiga ya'ni mubtado xabarni ustiga kana kiradigan bo'lsa mubtadoni kanani ismi deyiladi va xabarni esa laha o'sha kanani xabari deyiladi. ويجب في الأول الرفع وفي الثاني النصب. birinchi ismda vojib bo'ladi raf o'qilmoqlik, ikkinchi ismda nasb o'qilmoqlik. فتقول في الأمثلة السابقة o'tgan misolni o'zida aytasanki kana al-bustan musmiran bog' meva qiluvchi bo'ldi, va kana ash-shajaru muriqan daraxt barg chiqazuvchi bo'ldi, va kana al-mataru g'aziran yomg'ir quyuq yog'uvchi bo'ldi, va kana al-jawu mu'tadilan havo mo'tadil bo'ldi, va ala hazal qiyasu mana shunga qiyoslab aytiladi. Va mislu kana misl konaga o'xshash sora va ma zukra ba'daha min al-af'ali. Sora va soradan keyin zikr qilingan fe'llar konaga o'xshashdir. Nahu sara al-bustan musmiran bog' meva qiluvchilikka aylandi, va asbaha ash-shajaru muriqan daraxt barg chiqazuvchi bo'ldi, ya'ni subhida, va mazal al-jawu mu'tadilan havo doim mo'tadil bo'ldi, va halum majarran qolganlarni ham shunday yuriting. Bu fe'llarni af'ol noqisa noqis fe'llar deyiladi, chunki u ismini o'zi bilan to'liq ma'noga ega bo'lmaydi va tarkibda bo'lsa, misol uchun mana mazal al-jawu mu'tadilan deyilsa, mazala af'ol noqisa, al-jawu uni ismi, mu'tadilan xabari deb tarkib qilamiz.